Salom hammaga, sizlar bilan yana bugun dam olish kuni va bugun biz birgalikda qayerga boramiz va balki Kangninga boramiz. O'shaning uchun hozir tezgina tayyorlanib ketaman. Уже tayyorlanib bo'ldim. Tezgina tayyorlandim demoqchi edim. Tezgina tayyorlanib oldim. Hozir soat 7:30, amma soat 3larda uxlaganman. O'shaning uchun qornim ham och. Nima deydi, hali uyg'ongan nima emasman. Sanqti vaziyat emasman, так что sal uyqusiragan bo'lsam e'tibor bermanglar. Biz почти keldik, hozir tushamiz уже. Charchadim. Biz keldik. Krasota! Hozir qornimiz ochib soat 1dan oshdi, o'shaning uchun ovqatlanishga ketyapmiz. Obed qilamiz. Obedda taka nimani yonib o'tish. Antibiram odam ko'p, biz tarafda yo'qara. Kam. Qanday yaxshi. Biz tarafda kamda. Tezroq borib o'zimizni joyimizni zangitib qo'yishimiz kerak. 감사합니다. Oh my god, ovqatimiz chiqdi. Ura! Baliq yeng kerak. Panchani, kola, ovqatimiz. 짜잔! 맛있겠다. 김치 bilan birgalikda. Kimchi 맛있어. 이거 매워. 빨리. 조금 소스를 맡을 것이다. 요요 어쩌리마. 오케이. 왜 해산물을 먹는지 이제 알겠어. 맛있긴 하네. Otelga keldik. Men bilan room tour qilamiz. Shundoq kirganda, bunaqa katta xona emas. Birinchi bo'lib ham tiqib qo'yamiz. Kirganda birinchi tualet, vanna, yuvut, polotets, shunga o'xshagan narsalar. Bundoq kirganda shunaqa 2 kishilik joy, postel. Bu yerda ertalablarimi o'tirib, takoy osh ichib yoki kechqurun narsa ko'rsa bo'ladi. Smart TV deyishdi, hali tekshirib ko'rmadim. Buman. Hay. Stolga e'tibor bermaysizlar. Narsalarimni olganman, hali nima qilmaganimda. Bitta sinam. Konditsioner, тут suv. В принципе, shu xona. Rayla masalaga hozir Rare estetikni ko'rsataman. Chet elliklar. Mana quyoshda o'tirishib ko'rasizlar. Chet elliklar. Naroda ham bor edi. Qarasizlar. Soyada. Hamma soyada. Bu yerda ham hamma soyada qarasizlar. Chet elliklar. Ular zagar oladi, bular esa qorayib ketishdan qo'rqadi. Bag'dada. Nima joy. Единственное, endi o'tirishga joy topishimiz kerak, narsalarimizni qo'yishga. Odam ko'p bo'lmasa ham yaxshi. Birinchi outfit of the beach. Единственное, sochim buzilib ketyapti va
that's fine. Bu morega kelganda doim bo'ladigan, dengizga kelganda doim bo'ladigan problema. Так что bu problema hammaga nasib etsin deydi-yu. Tarafga borsa hozir krossovkam yechini men yugurishimni ko'rasizlar. Потому что dengiz meni sevadi, men I hope so. I hope so. Unda eshitmayotgan bo'lsa, subtitr qo'yib qo'yaman. Hi. Mani YouTube подписчиklarimga, diamondlarimga. Скажи hi diamondlar. Men bilanam. Diamondlarim bu singlim bilan. Oh my god. Qara, suv yuvib ketyapti yurishimizni. Такая идеальная погода. Havo shunaqa zo'r bo'lyapti. Sovuq ham emas, issiq ham emas. Идеальный havo. Shunaqa свежий воздух, свежий nima kelyapti? Shamol. Вообще. Buni ta'riflab bo'lmaydi. Men слишком dengizni yaxshi ko'radigan dengiz qiziman. Koreyaga kelsanglar, обязательно dengizga kelib ko'ringlar. Men слишком dengizni yaxshi ko'raman. Mana baxtli odam yo'q. 소감은 어때? 강릉? 소감 너무 좋아. Afsuski sunset orqa tarafdan bo'ladi ekan. Men Mamatdan sunset bo'ladi deb o'yladim. Maktabda yaxshi o'qiganman-da, sunset ham sunrise ham chetda bo'ladi deb o'yladim, po planu. Lekin keyin bilsam, bu yerda sunrise bo'ladi ekan. O'shaning uchun ertaga sunrise ko'rishga ertalab chiqamiz. Ya'ni quyosh chiqishini ko'ramiz. Xudo xolasa. Uxlab qolmasang. Sunsetda esa просто chetda tomosha qo'ya qolamiz. 그 선셋 할 때 이거 진짜 안 보이거든? 근데 하트. Qumni qaranglar, tuz bilan aralashgan qum. Такой yumshoq. Qattiq bo'lsa ham такой. Hech narsa qilmaydi. Blueberry yogurtli kek. Oy, qo'limga yopishib qolibdi. Blueberry yogurtli keki. Manda choy, sinimda latte. И dengizga mana shunaqa vid. Dengizni tomosha qilib ozgina dam olamiz. Pizza Hut bor ekan. 가슴에다가 빌공자를 써. 빌공자를 써. 너무 재밌다. 이렇게 세뇌를 해. 그래서 당신의 방법이 무엇이냐? Salom. Hozir ikkinchi kun уже. Turganimga ko'p bo'lmadi. Yuzimni endi yuvib chiqdim. O'shaning uchun tezgina skincare qilib qayerga to'xtam? Zavtrak qilishga borsak kerak deb turibman. To'g'risi kecha shunaqa charchagan ekanman. Kelganimdan sразу demayman, lekin tez uxlab qoldim. Ozgina singlim bilan shou ko'rib dam oldik. Keyin уже uxlab qoldim. O'zim uxlaganda ham qotib uxlabman. 나중에 고맙다고 할 걸. Very bad. Hozir zavtrak qilishga keldik kafega. Har xilcha pang. Bu tuxumli non, bu shirin non, bu tuz va sariyog'li shunaqa non. Men eng yaxshi ko'rganimdan bittasi sogum pang deyiladi. Обязательно yeb ko'ringlar agar mabada Koreyaga kelsanglar. O'zbekistonda bormi yo'qmi bilmadim. Keram pang. Biza biladigan keram pang. Dansa boshqacharoq qilibdi. No, вкусный. Chunki biza biladigan keram pang yana bunaqa katta bo'lmaydi, kichkina bo'ladi. Kichik. 이것도 왜 버터?
맛있다. 호텔은 미안하다. 우유는 미안한데 그냥 벌써 가리면. Такой, после урока с друзьями taban yoshigi ilk Такой eski kiyimlarda mamlaqa nimalarda 맞아. bandanalarda. 맞아. Подарочный magazinga kirdim. Qaranglar qanaqa chiroyli. 28 ming ekan. Qaranglar chiroyligini. Mana qaranglar. Kiyam. So cute. Labubu. Hozir biz ketamiz. O'zi soat nechida edi? Soat 4da edi bizning nimamiz. Lekin soat 1:30da kechga qaror qildik. Chunki prinsipiy yaxshi dam oldik, lekin undan ko'ra dam olgimiz kelmadi. Tezroq uyga borgimiz keldi o'sha. Hozir 4da ketsak, biz ham juda ham odam ko'p vaqtiga boramiz. Uyga borsak ham borayotgandan charchaymiz. O'shaning uchun charchamaslik uchun ertaroq borganimiz yaxshi. Hozir Seulga borsak ham odam juda ko'p bo'lmaydigan, hech kim ishdan ketmayotgan paytda vaqti bo'ladi. Krasota. Biz bemalol uyga borib olamiz. Taksi oldik. Avtobusni terminalgacha oteldan taksida borib, keyin avtobusga o'tiramiz. Keyin ketamiz. Hozir dam olishga to'xtadik va mana shunaqa shibvon-pan. Ichida mozzarella cheese bo'ladi. Da. O'zi ham avtobusda shunaqa uxlabman. 1 soat maza qilib uxlabman.